Milliy sertifikat 2025-yil fevral oyida tushgan savol. Demak, quyidagi kasrni mahrajini irratsionlikdan qutqaring. Biz oddiy sonlarni irratsionlikdan qutqarishni yoki mahrajda ikkita irratsional son keladigan bo'lsa, irratsionlikdan qutqarishni o'rganganmiz. Lekin quyidagicha keladigan bo'lsa, unda qanaqa hisoblaymiz? Buni ham oddiy kasrlarimizni irratsionlikdan qutqarishga o'xshash plyuslik bo'lsa minuslik holatida, minuslik bo'lsa plyuslik holatida ko'paytirib yuborib hisoblashligimiz mumkin. Ya'ni bu yerda ana endi ikkita sonimizni ilzos 3 plus ilzos 2 mizni bitta son deb faraz qilamiz. Qandaydir bu a, bu esa bizda b soni. A minus b holatida kelgan. Bizda irratsionlikdan qutqarishimiz uchun a kvadrat minus b kvadratga tushishligi kerak. Shu sababdan buni minusligi berilganligi uchun biz buni plyusligiga ko'paytirib yuborishimiz kerak. Ya'ni aynan shu ifodani plyusligidan beraman. Ilzosda 3 plus ilzosda 2 plus ilzosda 5. Bizda mahrajimizda paydo bo'ladigan ifoda, buni o'zini biror bir a ko'rinishda qavs bilan yozib oladigan bo'lsam, aynan qavs bilan yozib oladigan bo'lsam, a minus b va yuqorida biz a plus b tadan berdik. Va bizda a minus b, a plus b imiz ilzosda 3 plus ilzosda 2 ning kvadrati minus ilzosda 5 ning kvadrati. Bizda formulamiz bor edi. A minus b, a plus b. Aynan mahrajlarni irratsionlikdan qutqarishda ishlatadigan formulamiz a kvadrat minus b kvadratni berar edi. O'shandan a plus b, a minus b imizni ko'paytmas, a kvadrat minus b kvadratni berdi. Va birni istalgan songa ko'paytirsa, o'sha sonni o'zini yozib qo'yishligimiz kerak. Plus ilzosda 5. Endi mahrajni a plus b ni to'la kvadrati bo'yicha ochib chiqadigan bo'lsak, bizda hosil bo'ladi ilzosda 3 ning kvadrati 3 plus ko'paytiradigan bo'lsak ilzosda 6, ikkilaydigan bo'lsak 2 ilzosda 6. Ilzosda 2 mizning kvadrati plus 2. Ilzosda 5 ning kvadrati 5. Suratni esa o'zini yozib qo'yamiz. Ilzosda 3 plus ilzosda 2 plus ilzosda 5 ko'rinishda. Barobar. Ana endi 3 soni va 2 sonini yig'indisi bizda 5 ni beradi. 5 va 5 larni ayirib yuboradigan bo'lsak, 5 larimiz qisqarib, bizda faqat 2 ilzosda 6 soni qoladi. Kasrimiz quyidagi ko'rinishga keldi. 2 ilzosda 6, suratimiz esa o'zgarishsiz ko'rinishda turadi. Va ana endi bu yana irratsionlikka duch kelib qoldi ilzosda 6. Ilzosda 6 dan qutulishimiz uchun mahraj va suratni ilzosda 6 ga ko'paytirib yuborishligimiz kerak. Va bilamiz, ilzosda 6 ga har birini ko'paytirib chiqamiz. Shunda mahrajimizda hosil bo'ladi 2 ko'paygan ilzosda 6 ning kvadrati, ya'ni 6. 2 ni 6 ga ko'paytmasi bizda 12 ni beradi. Suratimizda esa ilzosda 6 ga har birini ko'paytiramiz. Ilzosda 6 ni ilzosda 3 ko'paytiradigan bo'lsak, ilzosda 18 plus ilzosda 12 plus ilzosda 30 ko'rinishida. Va bizda bu holatga kelganidan so'ng ham variantdagi javoblarni topishimiz uchun ozgina soddalashtirishimiz kerak. Ya'ni ilzosda 18 imiz 9 ko'paytiruv 2 ligidan 9 imizdan ilzoladigan bo'lsak 3, ilzosda 2 plus 12 imiz ham bizda 4 ko'paytiruv 3 ligidan 4 dan ilzoladigan bo'lsak 2 va 3 imiz qoladi. 2 ilzosda 3 plus ilzosda 30. Mahrajimizda esa 12 paydo bo'ladi. Bizda mana shu variant qaysidir javobda berilgan bo'ladi. Demak, 3 talik son keladigan bo'lsa ham irratsionlikdan qutqarishimiz uchun aynan ikkita sonimizni qandaydir a, 3-sonimizni b ko'rinishda o'ylab mahrajimizni dastlabki holat bo'yicha irratsionlikdan qutqarishligimiz mumkin ekan. Xuddi shunga o'xshash keyingi misolga o'tadigan bo'lsak, demak bizda quyidagicha keyingi aynan o'xshash misollarimiz. Va biz ikkalasini 2 plus ilzosda 3 ni a, ilzosda 7 ni b deb faraz qilgan holatda
mahrajni irratsionallikdan qutqaramiz. Va bizda A plus B'imiz mavjud. Biz irratsionallikdan qutqarish uchun A minus B'ga ko'paytirib yuborishligimiz kerak. Natijada 2 plus ilzosti 3 minus ilzosti 7 ga ko'paytirishligimiz kerak. Mana shu holatda birini istalgan songa ko'paytmasi bizda o'sha sonning o'zini beradi. Ya'ni 2 plus ilzosti 3 minus ilzosti 7. Mahrajda bo'ladigan holat mana bu ifodamiz bizda A ni, mana bu ifodamiz aynan bizda qandaydir A, mana bu ifodamiz aynan B ni. Va A plus B, A minus B ni ko'paytmasi A kvadrat minus B kvadratni. 2 plus ilzosti 3 ning kvadrati minus ilzosti 7 ning kvadratini beradi. Endi buni formula bo'yicha ochib chiqadigan bo'lsak, suratimiz yana o'zgarishsiz 2 plus ilzosti 3 minus ilzosti 7, mahrajimiz esa 2 ning kvadrati 4 plus ko'paytmasi 2 ilzosti 3 ikkalaydigan bo'lsak 4 ilzosti 3 va ilzosti 3 ning kvadrati bizda 3, ilzosti 7 ning kvadrati esa minusdan 7 ni beradi. Natijada 4 va 3 ning yig'indisi 7, 7 bilan qisqaradi. Bizda qoladi 4 ilzosti 3. Suratimizni esa o'zini qaytadan yozib olamiz. Shundan so'ng bu misolimizni yana davom ettirishligimiz mumkin. Ilzosti 3 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, mahrajimiz irratsionallikdan qutqaradi. Ilzosti 3 ga ko'paytirib yuboramiz suratni va mahrajni ilzosti 3 ga. Ilzosti 3 ko'paytiradigan bo'lsak, yuqorida 2 ilzosti 3, ilzosti 3 ni ilzosti 3 ga ko'paytmasi bizda 3 ni beradi. Plus 3, ilzosti 3 ni ilzosti 7 ga ko'paytmasi minusdan ilzosti 21 va mahrajimizda ilzosti 3 ni ilzosti 3 ko'paytmasi 9, 9 ni esa 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, ilzosti 9, ilzosti 9imizdan 3 chiqib 3 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, javobimiz 12 bo'lar ekan. Va quyidagi irratsional ifodamiz ham mahraji irratsionallikdan qutqarilgan holatga keldi. Va bizda mana bu savolimizni ham xuddi shu holatda mahrajni irratsionallikdan qutqarib A minus B ko'rinishdagi ifodani plusliga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, mahrajimiz irratsionallikdan qutqarishligimiz mumkin. Demak, ifodani plusliga ko'paytirib yuboramiz. Ilzosti 3 plus ilzosti 5 plus 2 ilzosti 2. Suratimizda paydo bo'ladi ilzosti 3 plus ilzosti 5 plus 2 ilzosti 2. Mahrajimiz esa yana A minus B, A plus B, A kvadrat minus B kvadrat formulamizga keladi. Ilzosti 3 plus ilzosti 5 ning kvadrati minus 2 ilzosti 2 ning kvadrati. Suratimiz o'zgarishsiz. Suratimizdagi ifodani qaytadan yozib olishimiz mumkin. Mahrajimizda bo'ladigan holat ilzosti 3 ning kvadrati 3, ko'paytmasi 3 plus ko'paytiradigan bo'lsak ilzosti 15, ikkilasak 2 ilzosti 15 plus ilzosti 5 ning kvadrati bizda 5 va minusdan 2 ilzosti 2 ni kvadratga oshiradigan bo'lsak 4 ko'paytiruv 2 8 ni beradi. Barobar. Va 3, 5 yig'ini 8, 3 va 5 sonimizning yig'ini 8, 8 dan 8 ni ayiradigan bo'lsak, bu ifodalar qisqarib, mahrajimizda faqatgina 2 ilzosti 15 qoladi. Mahrajimiz 2 ilzosti 15 ni, suratimizda esa ilzosti 3 plus ilzosti 5 plus 2 ilzosti 2 ifodamiz turadi. Va buni yana irratsionallikdan qutqarish uchun xuddi shu holatda ilzosti 15 ga ko'paytirib yuborishligimiz kerak. Ilzosti 15 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda paydo bo'ladi ilzosti 15 dan ilzosti 3 ko'paytmasi ilzostida 45. Ilzosti 15 ni 5 ga ko'paytmasi ilzostida 75. Ilzosti 15imizni 2 ilzosti 2 ga ko'paytmasi 2 ilzostida 30.
va mahrajimiz irratsionallikdan qutqarilgan holatda ilzosti 15 ni kvadrati 15, 15 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 30 holatida yozib olishligimiz mumkin. Demak, uchtali irratsionallikdan qutqarishimiz mana shu holatda aynan ikkita ifodani qandaydir A, uchinchi ifodamizni B holatida faraz qilib ishlashligimiz mumkin ekan. Va bizda mana shunga o'xshash misollarni, yechimlarni yaxshilab o'rganib, keyingi sertifikatlarda ishlay olishingiz uchun yaxshilab o'rganishligingizni maslahat beraman. Quyidagi misolni esa javobini izohlarda yozib qoldiring.